Otaning bolasida haqqi bo'lganidek, bolaning otasida tegishli haqqi bo'ladi. Bu pok qalbdagi ulug' vazifalardir. Vazifalarga har kim fani ham boqida mas'ul. Ota-ona yetimlar xonasining quyosh. Otaga beqib bolalar bolaga namuna ham ulgidir. Namuna ulgining taqozosi. Adab axloq diyonatdir. Bundaq vafo, sadoqat, adab axloq bilan bezalgan qalb go'yo bir gulistonki, uningda xush hidliq ipor, rayhon, xushpuroq chaysa, bulbul xandon urib, sho'x zuh bilan sayrashar. Insof, diyonat, adab axloq bilan bezalmagan qalb go'yo bir zimistonki, uningda ozg'on tikan vafo ahli yordam qilar. Yilon choyollari nashtar urib, o'qishlari quloqni pon qilar. Yurak sesigan, qon qiynagan nodonlik singan, nerv hujayrasida vahshiylik qo'g'ilgan, vujudida osiylik, nomardlik tashqillagan, odamiylikdan qilchi asar yo'q, ozg'on kishining vaboli faqat o'ziga bo'ladi. Har kim qilsa o'ziga qiladi. O'tni kim tutsa shuni qo'li ko'ydi. Ana shularning erishidigini faqat ochiq hasrat, nadomatlar xolos. Voy. Siz qaysi vaqtning bahori? O'z vaqtida kelmaydigan. Shu, keladigan yerning qarmuzlari erimabdi ekan, shu yerlarni eritib iltib kelchi bu vaqt bo'lib ketdi. Najim, uning surat lampasi ko'yib ketdi. Sen o'ngshab qo'ygin. Men mana hadanglarning kiralg'usi buzilib qopti ekan. Berib o'ngshab berib kelay-a? Ma'qul ustam. Aras. Biraz meni izlab kelib qolsa, shaharga Sayman og'li katta deb qo'yasan. Amisi ishini qilavergin. Ma'qul. Yur, mayli. Hey, Najim, ustamning qiliqlaridan g'idig'ing kelmadimi? G'idig keydek nimasi bor? Bu degan uygacha berib a'lo mulozimat qilish. Undaq emas-da, ustam ayollarning ishini uygacha berib qilib berdi. Hey, hozirgi ayolning kiralg'usi buzuq emas, kollis chataq o'xshaydi, ha? Undaqda ustam odamning o'xshaydigan o'xshamamda. Shundaq bo'lmaydi. O'tganda bizning mahallaga xo'jaxon g'itmakni to'q so'qib etib, mahaldagilar uni doktorxonaga etmayapti ekan. Bizning ustam ustiga berib qopdi. Ustam namiyani ko'lab, xo'jaxon g'itmakni kiyindirib soldirib, beriq qo'lg'ayaga 5-chi qilib ko'mib qo'yibdi. Ha degina, keyin qana qopdi? Tezroq demamsan, xo'jaxon namiyani yana ko'klab ketmasin. Shuning bilan 1-2 soatdan keyin g'itmak voy ho'shir kelibdi. Ustam uning ish kiyimlarini topib soldirib etibdi ekan.
Gitmakvoyning hushiga kelganini ko'rib, uning kiyimlarini motoning keyniga xuddi bahor gulini qistirib olgandek qistirib ketib qopti. Gitmakvoy yalang'och bo'lgandan keyin u yerdan tura olmay, kechgacha yetib qopti. Ey adash, bu gapingga toz ishonmayman juma. Qanaqa deysan? Bahor gulning haftada bir ikki qatim buzilib qolganini qarab deyman, ha? Qanday charchab qolmagansiz? Yo'q, Bugun bahoringizga bahor ketilgandi. bahor qaytilishni qaytildi, biroq qaytilg'ini sizning meni mahariga olib qo'ygan qadar bo'ladi. Nemish qanday? Nima ish qilganim deb beramdin? Dana, qo'liqim sizda. Sizga desam mo'min, biz bundaq o'tayvermayli. Ishimizning dinidan samini saman bo'lgani yaxshi. Uyqu qancha ko'p bo'lsa, tushimiz shuncha ko'p bo'ladi emasmi? Unda bo'lsa, ozroq uxlab, o'yga kirayli, ha? Astoydil o'ylandingizmi mo'min? Keyin taqdirimizdan zorlanib qolmayli. Sizning enikingizdagi soqol burut qaytlangani bilan nafratga to'lgan qalbga muhabbat qaytlanishi faqatla mumkin emas. Chunki boladan azor yegan onaning mehri o'chgan bo'lsa, u qaytlanib qolishi mumkin. Biroq muhabbatga xato bir qadam tufayli ketib qolgan ko'ngillik daqiqalar bir kessa uning qaytlanishi faqatla mumkin emas. Qoladig'ini yurakni tuz qo'ygandek etishtiradigan ochiq asliminalar xolos. Vah. So'zlaringizdan Dongsonrayning ko'rik ostida bombaning pilikini tatiyotganligi ko'z oldimga kelyapti. Xotirjam bo'ling. Men sizni tuxumning ichidagi cho'jidek asrayman, ha? Chaqchaq qilmay astoydilroq bo'lsangiz-chi mo'min. Chaqchaq qilmadi. Qozonda nim bo'lsa, chumishki shu chiqqanidek. Yurakda nim bo'lsa, tilg'imi shu chiqadi. Rostingizda mo'min, siz ayolim meni yaxshi ko'rmaydi, men uni yaxshi ko'rmayman. Ikkimizni cho'nglan majburiy chetib qo'ygan oilada har ikkimiz bir-birimizga yuk bo'lib qoldik. Ayolim bir necha qatam ajrashib ketaylik deb jidallashdi deysiz. Menga degan shu so'zlaringiz haqiqatan rostmi? Sizga deganlarim yolg'on emas. Yo'shirsa dard bo'ladi, tildan chiqarsa gap bo'ladi degan gap bor. Ha. Bu xotin yaşangan dadamnimi bir necha qatim xo'rlab qo'ydi dana. Shuni deyman. Nima? Dadangizni? Shunda dadamni. Qandoqsi dadangizni xo'rlaydi? Siz bilmaysiz Gulbahar. Dadamning kishiga azori yo'q. To'limi mehribon, taqvodor kishi. Dadam mahalladagi masjidning imomi. El jamoatning odamgarchiligiga aralashib, hurmatlanib kelayotgan odam. Bu xotin necha qatim dadamga qizlaring jup bermagan to'qim chapan ko'ynaklaringni jup beryapman. Sahar qub tartinga suv beryapman deb chalvaqab dadamni ranjitdi dana. Uni oz degandek, ha desizlar ma'o bolni beqib tursil deb bolani dadamga tutqizib qo'ydi. Bola kichik bo'lg'ashqa, navoda dadamning kiyimlariga siyib qo'ygudek bo'lsa, bechora dadam kelinim xapib ketmasin deb o'zi o'g'irliqcha jub ketdi. Bechora dadamga Bəhli uval olub getdi dana. Rostıl uval bo'libdi mo'min. Cho'nglarning duosini ololmagan baxtsiz kaj ayolkan emasmi u? Rost deysiz. Voy, vaqtmi bir ay berib qapti. Endi qaytaylik. Bo'ladi. Do'konda azroq ishim bor edi. Hay, mo'min, meni mahalliga olib qo'yib, ondan ishingizga bering. Ma'qul. Mo'min, uyga kelib qoldik. Men kirib ketayamsa, buni elim. Ma'qulamsa. Xo'sh, avaylab ma'asiz. Ma'qul. Xo'shamsa? Xo'sh. Xo'sh. Hey, Allah halidem keldi bu. Voy, mo'minjon, qanday ahvolingiz? Yanil burunqidek qo'y biz. Nega maqdingiz? Elib olaymi? Chamingiz yesa ixtiyoringizmi? Ha. Ne ko'rsiz? Sizlarning mahalga tuqqanlarnikiga. Chiqingiz. Mana qanisa? Mush yaşıp keldik. Mush işudan. Burun ben bu oyunun aktivini aynı ketemeydim.
Voy bichara, ash o'ltiratdingiz a. Voy, qo'shnam kelyaptimdi nima? Shu uka. Men mang'ashtiraymiz, a? Xo'sh. Ma'qul. Qaytib keldingizmi? Ha. Ya Galvan, kallan işlemdi seni. Kəgirimni ko'rib turib, hozir keldingmi deysan qo'y. Xo'p, bo'lmang Mo'min, buningdan keyin tuzitay. Tamog'ing tek pishmidimi? Qo'llaringni chiqaq muzayning putidek qilib. Endi keldingmi? Unda qilma balam. Mehribong'imi uval. Bechora kala qo'ylar qarawatgan, baliq qarawatgan. Uyning eg'riyinik ishlarining hammasini uning yuklab qo'ysang, bu erkekning qilig'i emas balam. Ayol kishi emasmi? Dada, emisi men mehribonga qarshi beray. Ma'qul. Ya qapaqvash, dadamga nima deding? Men hech nima demadim. Hech nima demagan bo'lsang, dadam palashdimi? Nim bo'ldi? Men hech nimani tushunolmadim-ku. Hey, xufsalik qilma, gaz. Meni kichik bola deb qoldingmi? Eli bo'soqdim putimni ep bo'g'icha. Dadam qayib ketdi ya menga. Mening ustimdan zarilib bergansa tayinliq. Undaq emas. Men dadam bilan bundaq paranglashqudakmi bo'lmadim. Dadam kelibli kitob ko'rgach orom oldi. Suyqash ishkim keldi degan edi. Quvvatliroq cho'chur etib beriblam, o'zimizga tamoq qotdim. Angachi siz keldingiz. Hey, sana deb qo'yay. Ma'u kallangni ishitib shu. Bo'lmas bo'shab ketgan ventillaringni chiqitib qo'yma yana. Qapa qo'sh. Hey, dadamga ayrim, bizga ayrim tamoq etkicha bir xilla savmamti. O'zingiz aytgan lag'man aytgandingiz shunga. Bo'ldi. Lag'miningni o'zing yegina. Sening o lag'miningdan uyqu yaxshi.
Kızım Mehriban. Dada, Allah egemsizge rahmet kılsın. Ömrünüz uzun, tininiz salamet bolsun. Hayati dünya ve ahiret dünyasında ben sizden min mertebe razı kızım. Hayriyetli nimi tapsınız siz tepen kızım. Allah işinizi asan kılsın. bu mening majburiyetim dada. Kızım Mehriban. Xo'sh dada. Tünögen yuqorqi mahallada o'lim bo'pti ekan. Namozdan qaytib shu yerga o'lim partisi qilgandan keyin ondan qaytib kelaman. Sizlar chayinglarni ichaveringlar. Ma'qul dada. Aras, chapiningizni kiyiveling. Buni eling. Rahmat qizim. Avaylab mangasiz. Ma'qul. Darvozani etib eling qizim, ha? Ma'qul dada. Assalomu alaykum. Kimni izlaysiz? Vay? Vay? Tova, kimdi bu? Assalomu alaykum. Vay? Mo'min, choy tayyor bo'ldi. Turing ha. Mo'min, o'rningizdan turing ha. Ha, nima bo'ldi? O'g'ramadi seni. Nima olajoqsiz deb odam uxlab qo'ysa? Choy tayyor bo'lgandi. Uxdim. Sen qo'rdingmi? Ha. Hozir chiqaman, men chiyani qo'y. Telefon aka. Mana. Vay. Kim o? Ha? Voy, Xolidami? Ha, tinchlikmi? Ha. O'zingizchi? Ha, mundaqdan. Ha? Ikki qatim telefon qildim demsiz? Yo'q, men uyda. Ha, nima bo'ldi? Ha, ma'qul. Shunday bo'lsin demsa, xo'sh. Ya samanchiray havasini dök abga. Qara mani. Ya menga ikki qatim telefon keldimi deb qo'ymaysan, ha? O'g'itib qo'ysanmamda. Ha? Ya meni o'g'itib qo'ysanmamda. Bu qalış yo'q abga. Bu jiddiy qalash. Telefon menga kelmay, hamma chaldi kelibdi, ha? O'g'itib qo'ysam mamamga da'vatma. Tamam, ishlamisiz? Ben sana gap qilyapman. Qara, gap olamaydigan. Hadding demak ish ketmasin sen. Asli seni qayg'ing kapti.
Kıra bana. Ha? Hadi. Sıvanın ışığını atıma. Öttü yapmaydı kalırsa kaptı. Hadi. Aman ceften de bir de kokunu bana. Ne kırıl atıma? Ne kırıl? Hocam beni aynı yere anlatmasın. Çakırmağın toya. Ne böyle tekrar? Bunu demeydiğim olsam kat toptattım. Tabii şok etti bu oyda. Ma gözümde yok ha. İşkence gözüm kırmızı mı? Hadi. Can. Nima kılısınız? Ben seni yok adım Canım kızım. Ma. Canım kızım. Canım kızım benim boldamaz. Can. Canım kızım. Canım kızım. Ay canım balam. Ay canım balam. Ay Memincan. Nima kadınınız bu? Kızımni sizga berib mushundoq kunlarni ko'ramdiq endi. Nimandoq qari yuzsiz. Qo'shnilarni oldida sat emasmi? Ayolimiz aytdigini qabristdan qilib. Yo'qlama! Gözüm kör mü? Nimandoq qari yuz bu bola. Nimandoq muomala qilishdi bu? Ayol kishi mushta qilgan bormi? Qo'yay mehribon. Yo'q. Odamni qilig'ini qilmaydi ekanda. Bostirgan buçuk kalem basmışım ama. Kızım bırak gel. Hay nima ish oldi? Ha? Nima ish oldi? Oy qizim. O noali. O badda. Dada bu. Dada. Odamni qilig'ini qilmabdi. Dada bu. Ha? O badbaq. Ey! Voyjon. Harika gözümde içeceğim. Harika gözümde içindeyim. Hadi bu ademende. Çiçek. Men bo'lganda u odamga jinchga Qara. Oy xudoyim. Oy Allah. Oy Allah. Ya Allah. Endi to'y qilaylik. Yo'lma kengirib qoldi. Oy Mo'min, men turibli sizni qo'rqib kelyapman qarab. Men shunda qo'rqinchliqmi? Yo'q, undaq deganim emas. O'zingiz bilasiz, mening bir qizim bor emasmi? Gap shu. Mening bir qizim bor. To'ydan keyin birini mozaylaysiz. 3 yo'lida shuni ona plan qilib tashidi. Qanada? Yana nimani ikkilikkan? To'ydan keyin bizni uyda tursak bo'larmikin? Nima? Yo'q, bo'lmaydi. Har ishning uchun o'zining yo'li bilan bo'lgani yaxshi. Bizning uyda qizim ikkimizla bor. Singlim to'y qilib ketdi. Siz qo'rni pog'dek boshqa urug' tuqqanlarmi yo'q? Ha, bo'ldi. Uni o'z navbatida deyishayli. Qani kabelini? Bo'ldi, to'yib ketdim. Mushuni yesamda bo'ldi. Undaqda bu kabni qizingizga bering, ha? Ma'qul. Bo'ladi. Unda o'z qaytaylik. Mening mo do'konda qilgan azaq ishim bor edi. Bo'ladi. Ha, yuring. Ha, usta. Ha, pulni bering. Mana. Ma'qul emsa, men qaytay. Ishos telefon qilasiz, ha? Ma'qul. Maqdim emsa. Xo'sh emsa. Xo'sh. Voy qizim. Voy jinim qizim. Nimishqa bundoq qilgansiz? Nima shopda Qodir aka? Voy chiroyli qizim. Voy men qanday qilaman? Voy chiroyli qizim. Men bu dardlarni qanday kechiraman? Voy jinim qizim. Nimishqa bundoq qilgansiz? Men qanday chidayman qizim?
Voy qizim. Voy qizim. Değişikti. Teshikmi? Qanday ahvolingiz? Yaxshi. Ma'qul desanglar. Av kelayotgan Kamolni birga ilib olayli. U yaqinda o'limli ko'p qoldi. Bira urug' tuqqanlarimi yo'q. Ko'ngli ichilib qolar bechorani. Ey Kamol! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday ahvoling? Qanday turyapsan? Yaxshi, o'zingcha. Xudoga shukr. Kira. Mana. Nega? Meni motosikletga. Nega? Nimanchi qilsam meni oldi bilan. Bo'ldi, sizlar berkinglar. Ixlimadan qo'rqayotgan o'xshamsan. Yaqay adash. Qirqi yiqilishib qoldi. Shu ancha-muncha tayyorlik qilay deb. Bo'ldi qila, men seni odam etib kelib qo'ydim. Bo'la? Bo'ldi. Voy, bizni bo'ri ko'rib qoldingizmi? Qo'sig'imiz to'q, sizni yemaymiz. Yuring, birga o'ynab kelaylik. O'g'il bolam o'yindan qachandi, a? Bo'pti. Ha, yaraysa. Yaxshi. Sen av motosikletniman. Ikkimiz ikki qizni birdan qistirib bangmiz. Yo'q. Men minamayman. Ams mening kaynimga chiqib Bu texmo Aldig'im qamlashmasangiz yo kayniga qo'ying siz bolani. Bo'ldi, mening kenimgiman. Oldimizga bozordan yemak-ichmak ilishni unutib qolmaylar. Manda qamisa. Voy qizim. Hey, Mo'min, bu yoqqa kela. Nim bo'ldi? Nim bo'lganligini ko'rmadingmi? Sen nim bo'ldi? Men hech bilmadim-ku. Dadang Najmiddin qarikam uyda bormi? Dada, nima ishyapti? Hey. Mo'min, ko'zing ko'rmadimi? Nima ish bo'pti qarig'ina? O'lim bo'ldi, o'lim. Qarig'ina uyaga. Dadam uyda bog'u deyman. Meni keningga elib ol. Men o'zim akilay qarikam. Ma'qul. Voy chiroyli qizim. Men qanday qilay? Ixlimaning ish qilib olganda, pokizmi bir qiz o'g'andi. Ayliqi o'lib ketgan Asi qachamning o'g'li Kamolning ishi o'xshaydi. Kamolni? Shundoq. Kamol Ixlimani olaman deb u ikkisi bir-biriga pishib yurishatdi. 3 oy ilgari Kamol opasidan qirqinimi qilmay yo'qab ketdi. Ixlimaning Kamoldan bo'yda qolgan o'xshaydi. Kamol yo'qab ketgandan keyin bu ish vabo kesildek butun yurt mahallaga pur ketdi. Bechora qiz ota-onasining tiloqaratlari, el jamoatning pishti basatlariga chidamay bo'lgan. Xotirjam bo'ling, Ixlima. O'g'il bola degan o'z ishiga o'zi ega bo'lish kerak. Opamning 40 nazarisidan keyin to'yimizni qilaylik. Mening bu yurtda hozir biror yaqin tuqqanim yo'q. Birdan bir yaqin odamim faqat siz. To'ydan keyin men tezroq tug'ib bering, bo'lamdi, ha? Qilin, degan gapingizni qarang, ranjiman juma. Rastavatiman, Ixlima.
Mağın tuğup bəsiniz. Mən şundan keyin yetim bo'lib qolmayman. Chunki meningmi bolam bo'ladi da. Apam rahmatlik. Na to'yimizni, na navrisni ko'may, u alamga ketib qoldi. Shtabda uyga borsam, uydan bo'ron ushib turgan. Siz bilan birga bo'lsam, shundala o'zimga tasalli topalaydi ekanman. Sizni tezroq uyimga olib olsam, uyimmi illib qolgan bo'ladi. G'eriblik degan bek yomon nima ekan? Kamalning navkatganini hech kishi bilmadi. Bichora qiz qiyin ahvolda bu kunga qoldi. Kamal! Siz qayerda menga vafosizlik qilib, meni vafosiz dunyoga tashlab qo'yib, qayerlarga ketdingiz, Kamal? Kamal, sizdan umidim uzildi. Shuni yashashdan umidim uzildi. Bu muhabbat ba'zilarga muhabbat ikkiga bo'lsa, ba'zilarga jumladan menga qo'rqinchli fojiani ib keldi. Ey Allah, bunun hammasi taqdirmidir. Men bechora ojizga bunday og'ir qismatlarni tutganim hayotdagi sinig'imdir yoki g'azab tutmishimdir. Men til ohanat, so'z yuzak masxirlarga bo'g'ilib ketdim. Shuni men Xudo, bu balada nima gunoh? Bu yoshi kerak edi. Ey Allah, meni kechir. Lekin u dunyoga kelishga nomus qiladi. Hamda men qanday qilaman? Xudo. G'irdat alam. Ojizlarga kilamdig'andi. Xudo. Kamal. Qayerga ketdingiz, Kamal? Bu bola bizni orzu umidimiz edi. Senin bolam meni kechirgin. Endi buning qotili sizmi yoki menmi? Kamal, meni kechiring. Senin bolam meni kechirgin. Hey bichora qiz shunday qilib o'lib ketibdi. Bu dunyo to'la sirliq ekan. Hey, Mo'min. Sening to'ying qachon bo'ladi? Musha oy ichida bo'lib qolarmikin? Shumi gap bo'ldimi? Bir qizing bor, mehribon bilan yorishib ol desam, qo'lig'ingga kirmadi. Erga bir navbat, yerga bir navbat degan gap bor. To'y nima qilding, ko'rib qolasan tehi.
Mening tarbiyamdan sendek nakes, edepsizning yetilginiga o'zim hayronman. Sening ko'ngling nimani chiqara, ha? Aql bormi senda? O'g'il bola degan xotinni nikohlab oldimi? Xotinini uy, turalg'u, kiyim-kechak, yemak, ichmak, xarj-xarajat bilan ta'minlab, xotiniga homiy bo'ladi. Buning badaliga ayol sodiq bilan erga itoat qiladi. To'yni oladigan xotinning uyida qilding. Endi shu yerda uy tutaman deysan, burkit degan soning o'g'isida yashamaydi. Erkek degan haqning jugusida terlamaydi. O'z taomini tajinisining dastig'ini qo'yib yemaydi. Erkek g'ururini nafsi g'aflatga zor qilmaydi. Ko'nlarning, xotinlarning xonasi balosiz bo'lmas. Balodan zahar yutsang, jimitariyat davo bo'lmas degan aqliya so'zi bor. Xotin haqning muhabbati kichikkina savallik tufayli so'g'ib ketadi. Bu chiroyliqning jamoli o'zgarib ketgandek bir ish. Bo'ldi qila dada, bunda qaynab nima qilasan? Men sana çok köyünüp devatıman. Gülbaharning uyida o'zidan boshqa hech qanday kishi yo'q. Biz maslahatlashib to'ydan keyin seni aparamoqchi bo'lgan. Bu yerda tursan qiynalib, Bo'ldi, so'zlama. Bo'ldi. Sen texmini apara olay deganmiding? Qara gaplaringni. G'urur, vijdon, erkakchilik pul mol bilan emas, balki haqni so'zlab, o'z mavqesi turolganlik bilan o'lchindi. Bu xuddi sher zanjirda bog'liqlik bo'lsa-mu, hayvitini yo'qotmagandek bir ish. Sendek boshqalarning vijdonini pul mol bilan o'lchaydiganlar, xuddi ishtar qancha to'q bo'lsa-mu, zibizinnat bilan jobdib qo'yilsa-mu, yanla bir atva bo'lgandek bir ish. Sen pat arada xotiningning ishigida bir to'qmoqning kirsang chiqsang peshonangga urilayotganligini, g'arazli ko'ngil xonasidan judni o'rlayotganligini bilib qolasan. Nasl nasabimiz pok, insonparvar, ma'rifatchi kishilardan edi. Xayr. Men o'lib qolmasman. Meni yolg'iz qoldi, qiynalib qolamı deb ortiqcha ham yema. Gaplarim eg'ir ketgan bo'lsa, xafa bo'lma. Qani ko'rib boq, yaylab boq. Ko'ngla ko'rginingdan ko'pdir, ko'rmaganni ko'rsan, o'lmagining deb tikan. Egam ishlaringni oson qila. Bo'ldi, ishing qilma. qo'sig'in qandaqroq? Go'sh ag'ash kelgandim. Sho'rib sipraymi? Yo'q, bo'ldi, ishing qilmaymi? Hara samsib kelgandim. Qo'yib qo'y. Dada, unda xo'si men do'konga berib, Menga voy qizim, nima kelyapsiz? Apam cho'ng dadamga cho'chirayotgan edi. Meni so'yib qo'ying qizim, ha? Mayoqqa birni. Qizim, men bilan qaytamsiz? Yo'q, cho'ng dadamga hamroh bo'laman. Mening oppoq qizim, ha? Mening malikam. Bo'ldi dada, cho'chir so'lib ketdi. Ma'qulamsan qizim? Qizim, to'xtab turing, ha? Makiling, ha? Ma'qulga bir nima yapyang, ha? Elim. Rahmat dada. Ma'qulamsan qizim? Xo'sh. Makiling, qizim birini so'yib qo'yay, ha? Xo'sh. Dada, siz nima deyapsiz? Ha, qizim. Ishchi xo'xoshqa do'konda yetyapman. Buni qizim, cho'chir so'yib qolmasin. Dada, xo'sh. Xo'sh, ha? Gülbahar! Gülbahar! Qinisan! Gülbahar! Voy, Mömin, yana haraq ichdingizmi? İçsem nim bo'pti. Men buningdagi ichmayman bor. Bo'ldi qilma. Men chiqdim endi ichmayman deb va'da berib, va'dangizni qo'shib ichib etdingiz mana.
Biz to'y qilg'ilicha 2 oydan oshdi. Davomli uyga masli kirsiz. Tunni yerimida oljoq so'zlab qusqingizga millat sesiq qarab yotasiz. Kunduzi kunim qusiq tozlab uyga atir chechib o'tayotgan. Hay xudo, voy xudo. Buguncha Ayjamal yo'lchi bilan xapilishib qilib yomonlab ketdi. Ko'nglimning aromi yo'q o'ltirsam qaramas sizni. Nimandoq? Yey. Bo'ldi qila xotin. Men to'g'ri qildim. Endi ishmayman. Menga choy qo'ya xotin, choy bera. Bo'la. Voy o'ltirib turgan shu yerda sesiq bo'latmay uyni. Nimandoq? Men to'g'ri qildim. Saran xotin. Meni to'g'ri qilmaydi deydi texi. To'g'ri. Aroqkesh o'lsa go'rdi to'ng'iz qo'pamiş. Malayik gilidan qarmab tutamış. Aroq içib to'g'ri qilib yana boshqa aqlini aroqqa qo'shib qusamış. Biroq men aqlimni qusib etmayman. Aql degan aql Mömin aka. Çiğingizni içeceğim. Ayjamal xush gapsiz. Shundoq bugünkidek pat kep turan bo'lamda eringiz urib qo'ymiz. Kemmamdingiz ya Ayjamal, ha? Aras bek urvatmaganda bu bacam, ha? Bu yalan tush sizni bo'zaq qildimi texi? Mening u bacam xeli yampashchidek qig'at yampashchi. Menmi yampashlayamiz? Men Yey. Apa, ben qaytib keldim. Qaytib keldingizmi qizim? Qizim, qaytib keldingizmi? Qo'sig'ingiz ashqandi? Yo'q, ashmadi. Ay canım kızım. Nimandaksın sen, apa? Ha? Mömin dadam bir ateşqa jiyiq pul berdi. Men ko'rib qoldim. Voy canım kızım. Kichik bola degancha unda qalaymagan gap qilmaydigan. Ay qizim, dadangizchi remontchi bo'lgandan keyin u ayolning biror narsasini o'ngshab bergan bo'lsa, remont haqini to'layotgan vaqtini ko'rgan o'xshaysiz. Yo'q, u ayol dadamga bermadi. Dadam u ayolga berdi. Undan keyin ular billa oshxonaga kirib ketdi. Bo'ldi qizim. Kichik bola degancha cho'nglarning ishiga ko'z sanmaydigan. Endi kirib topshiriqlaringizni ishlang, ha? Apa, atishimi bo'lgan kun muyassar odam kelar? Ha, men ati dadangizga day, muyassar ochangizni akasin bo'lamdi. Voy, ajab yaxshi. Shundoq. Do'stlik degan katta so'z qizim. Yuqorida men aytgandek, adab axloq babida ko'ngil gulshanidan do'sti uchun gul dast tizgan ixlosman, vafodor, chin aqidalik do'sti uchun jonni tasadduq qila oladigan sexiy do'stlarmi bor. Do'stlik to'niga o'rni verib, do'stiga sotqinlik qiladigan vafosiz badniyat. Yana shundoq insonlarmi borki,
Ölüm aldığa, ölüp bardıgan, köңülde husumet, tilida huşamet qiladigan do'stlarmi bor. Do'st ikki xil bo'ladi. Biri jonga do'st, yana biri mol dunyoga do'st. Hozirgi vaqtda haqiqiy do'st topmoq dengizdan yengni izlagandan tez. Kishilar qalbida insof, diyonat, mehri shafqat, do'stlik, muhabbat, xayri saxovat yo'qoldi. İnsanda yuqorqi insonlik xislati yo'qolsa, insoniyat dunyosimi yo'qolishga yuzlanadi. O chaqda bu yuzlanishni hech qanday bir kuch to'sib qololmaydi. Ko'nglada sadoqatlik do'st, qiyomatlik do'st, haqiqiy do'stni taqsimotsinha degandek nurg'unlagan aqliyat so'zlarimi bor. Yana qaysi bir shoir do'stlik, jon do'stlik, ko'ngilda bor ko'p xushlik, do'stlik desam yo'rib ketadi, optob ko'migan jimi bo'shliq deb ekan. Haqiqiy chin do'st atir sotqichiga o'xshaydi. Uning qishig'i bosang, uningdan atir setib olasan yoki atirning xushpurug'ini puraysan. Aksicha yomon do'st kuyikchiga o'xshaydi. Uning qishig'i bosang, kiyimingga o't chachraydi yoki ochiq tutun ko'z burningga kiradi. Qandaq tushundingmi qizim? Tushunib oldim buva. Men endi qo'yib oldim. Voy, darvozni echin qizim. Opangiz kelgan o'xshaydi. Tez bo'ling. Ma'qul buva. Dada. Olma qizim, ha? Tek ketmedingizmi? Ha, mening oppoq qo'zam. Buvingiz uyda bormi qizim? Buva menga hikoya aytib berdi. Ha, shundaqmi qizim? Maktabda yaxshi o'qing, ha? Ma'qul. Assalomu alaykum dada. Ha, va alaykum assalom. Qani o'tira. Ha. Ish ovqatlaring qandaqroq? Ovqat yaxshi dada. O'zing qandaqroq? Ha, alhamdulillah. Dada, bugun shanba. Muyassar men bilan ketib bir 2 kun turib kelsinmikin deb kelgan edim. Seningcha qanday qilsa qo'la? Muyassarning o'zidan so'ra. Bag'isi bo'lsa berib 2 kun o'ynab kelsin. Shunda qilaylik qizim, ha? Bo'lamdi. Buvamni pamamsiz. Shunda qila dada bo'lmasa. Gulbaharmi sening gapingni qilib og'izdan tushirmaydi. Berib hafta 10 kun turib kelgan bo'lmasa. Bo'ldi, mening ishlarim bor. Muyassarni yakshanbagina akab qo'y. Haftaning biri maktabga boradi. Shunda qilma dada, xotirjam bo'l. Ma'qulamsa. Keling qizim. Buva. Xo'sh, to'g'ringizni ichishni unutib qolmang, ha? Ha, xudoga omonat. Xudoyimga omonat. Oy, keldingizmi qizim? Obdan turdingizmi? Buvingiz salomatmi? Salomat. Muyassar qizim. Siz Najima ukangiz bilan o'ynab turing. Mening ozroq ishim bor. Tutib kelaman. Voy, nima ishingiz batdi? Bugun bolalar o'qimagandan sizni uyda o'ldirsangiz bo'lmamdi. Qandaq degan gap bu? Turadigan ozroq ishim bor. Dada, Qo'shamsa xo'sh, qizim, ha? xo'sh. Xo'sh. Yuring qizim. Najima sizni ko'rib xo'shab ketadigan bo'ldi.
Voy yey, mo'min. Ajabmi odam cho'chitib etdingiz. Lığıldab titrab o'tirsiz siz, ha? O'yin bo'ldi-ku, sizga qarab kulib bersam, ha? Shundaqmi? Boshqasini ichimdik ya. Qaysi boshqasini deysiz? Lığıldab titrab turdig'inni-chi. Saranliqingiz tutib otamda nima? Kamal, anar yana? Rahmat. Qani, sizmi ilang, ha? Ha? Men to'yib qoldim. Undaqda buni tanyayli, ha? Ma'qul. Tang yeyli, ha? Bu yil qancha yosh kirdingiz, ha? Tepib beqinglar, qanchaga kirgandiman? Halidam 40 ga kirgandimu yoki 18 gami? Men buni toza aniq bilmadim, jimo. Ko'zim masab qolgandek qiladi. Ha? Halidaga to'liq qarabma. Kamal? Ha? Birdamdala masab qolmaysiz? Yo'q, men masamas. Ya Kamal, içersen geldi. Ha? Men yana içemdi, ha? Bu senin nöbetun tursa, içmemse, içe. Men abaqti aka. Nöbetim bo'lsin, nöbetim. İşte, ha? İşte. Seher. Aka. Qani yana keldi içe. Ay, endi içemem. Ala. Ya, içmeymen. Bo'ldi qiling mo'min. U bek masab ketdi. Shunda, endi qaysiq bo'larmikin? So'rinchi endi qizyapti. Ala Kamal bu ne? Bu mening ko'nglim. Ala. Kamal. Yaxshi, içe. Amsa işçi bitti. Ha? Kamal'ne işçi bitti. Kamal, seni adam etip hürmet qilsam, texim mendin Halidamni talashmoqchiman, qarab tur. Adamini bir bermaydigan bo'lsam. Ya Kamal, bunu içe. Bu Halidamning ko'ngli. Ala. Halidamning ko'ngli. Qandaqki men bir ichib boqay. Ha? Bo'ldi qiling mo'min. U bek masab ketdi. Bo'ldi ishimiz. Yo'q. İçme. Ama sen içe. Voy, men nim qildim, menga nima aroq chachsiz? Jura adash qaytaylik. So'raqmi nima bu? İxlime. To'xta. Gitse. Gitsen gidiş. Hey! Qancıqla. Sen sorunni nima qilyapsan, ha? Voy, ixlima. Hay, mo'min, sizga nima bo'ldi? Ben senden bir gap soray. Qorinman, qani nima gap edi? Sen bayatın ko'zingni qisdingmi, qismadingmi? Gap qila. Shumi gap bo'ldimi? Men doim sizning ko'zimni qisman-ku. Hey! Ben senden gap so'rayapman.
Uyay, nim bo'ldi sizga? Mesop qoldingizmi nima? Nimanchi qilasiz? Mening ko'zim shundoq lipildaydi. Uxlagan vaqtimdimi shundoq? Kichigimdan tatib shundoqdi. Qana qilsiz? Kabo! Sen men bilan o'vtalashmoqchimi? Endi jangal ishkimizga qoldi. Sen men bilan tehe kuch sinashmoqchimisan? Kela! Kel deyaptimi? Beni vurma. Bayatın sen Halidek düşölgeylerini ekti atmamıştın. Emdi-çu, ağzından kan akıdı kan. Değil mi? Onda kıma. Ihlime. Dişlerini tükü etmeydiğin bulsam karap dur. Boldu. Kile. Boldu. Ben seni öldürmesem hiç kim bilmeydi. Hiç kişi bilmeydi bilvattansa ha? Ben seni öldürmetmeydiğim bolsam öldürmeydim. O kısmak gözsüz sıkan yok. Yukarı gözümden. Bu saranga çınçaplaştı mı nime? Piveke bu ne? Mömin Halide'nin köz kısış adeti tüpeyli Kamal'ını öldürgünüge şu tapta kandak hissiyatlı buluvatkandı.
haram qilmay otining qarzini ado dardingda ana yuragi yara qilmishingdin xijil bu balam qilmishingdin xijil bu balam Kara yürek niyeti ana Tukkan seninmiş ana Oldum hemmege tügümez balam Hun yaş tüküm salı sen caza Oldum hemmege tügümez bana Kılmışındı hıcıl bul bala Seni sınavqa xuda Özüm bilmey oynadım bazar Koygan seni sınavqa xuda Özüm bilmey oynadım bazar Ölüp bugün oldum Ölüp bir gün buldum bu maza Mihribanım tutkuzup baza Mihribanım tutuzup baza Kabran beşiğa keldim ana Mihribanım tutkuzup azar Kabran beşiğa keldim ana Kabran beşiğa keldim ana Kabran beşiğa keldim ana Gülbahar! Gülbahar! Aç şunu! Gülbahar! Aç! Voy mana hozir. Mana. Nimandaq mısıldaysa? Kun bo'ldi-ku manga. Ximir turish peshonam Peter Baxtiyan degan shu-da. Voy. Voy yana g'arq bo'psiz-ku. Jin kirib darvozamni taqa. Tova ma odamni. Bo'li, taqa.
Etsi tong sahar. Nicat! Nemish qilyapsan bolam? Men ishga oldiq suv chechyapman. Voy, bolam, ishni qo'yib Bahorgul achani chaqirib kelgina. Nima qilyapsan, opa? O'tdiganda haqni chaqirib. Voy, bolam. Oqimallada o'lim bo'pti ekan. Biz tomoq qopirib yeb kelaylik, ha? Ma'qul, opa. Bahorgul acha! İşkingizni iching. Voy, bolam. Bu yerda texonlik qilib tursan-ku. Darvozani ochmidi, opa. Haros, opa, tomga chiqib chaqiraymi ya? Ha, ma'qul bolam, tez bo'l. Nima qilgindi bu Bahorgulni? Opa, Bahorgul acham sufida yotadi-ku. Nim deydigandi ma bola? Chaqirib baqqina. Bahorgul acha! Uyqu doğrusu chiqmagandi, ha? Voy, tomdan chiqib baqqina. Ma'qul. Opa! Voy, bolam, nim bo'ldi? Opa, Bahorgul acham o'lib qopti. Voy. Bo'lar-tez. Qo'shnilarni chaqir. Ma'qul. Boropqa! Kimsen? Nima ish oldu? Qo'shnimiz Bahorgul acham o'lib ketibdi. Mana hozir chiqay. Kenib boshlig'i saqchig'i ma'lum qilib baqsila bo'pti ekan. Bo'lsila. Ko'pchilik paransamay turinglar. Men saqchiga telefon qilay. Vay, saqchi darisimi? Ha, shundoq. Saqchi darsi. Nima ishyapti? Bizning bu yerda o'lim voqeasi chiqdi. Ha? O'rninglar. Ha? Ha, bo'ladi. Naq maydonga hech kim kirmasin, ha? Neri turinglar. Saqchilar yutib olsin. Neri turinglar. Kirmay turinglar, vazifa ijro qilamiz. Jasadni suratga olinglar. Naq maydondagi narsalarni qalayimqa yutkimanglar. Diqqat qilinglar, ha? Boshliq! Bu yerda jasad bor ekan. Ko'rgan damdiliymi? Nima shu ketdi. Maydonga qalayimqa dasmanglar. Boqi, sen darhol qonun doktoriga xabar qil. Bu yerdan bir o'lik bor ekan. Boshliq! Bu texnikada bor ekan. Darhol doktorxonaga boringlar. Tez. Tez bo'linglar. Tez. Tez. Avaylab ketiringlar. Bo'la. Neri turinglar. Ket turinglar. Qo'yatmadi. Naq maydonda qotillik quroli bormi yo'q? Barmoq izi, qon, oyoq izi, hammasini tafsili tekshiringlar. Chiqa! Yo'q, chiqa! Darhol chiqa! To'xtab tur. Boshliq, diqqat qiling. Tez. Bularni doktorxonaga boraylik. Doktor, uning ahvoli qandayroq? Xotirjam bo'linglar, uning yorilarini tikib bo'ldi. Qon salsaq yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat, doktor. Arzimaydi. Sizlar ishkinglar voqea yuz bergan o'ringa berib,
qo'shni qo'limlardan ziyonkashlik uchirg'ichining ahvolini egilab kelinglar. Yana qonun doktorining tekshirish analiz ahvolini o'qib kelinglar. Xo'p, Tez beringlar. Men bo'ldim. Soqchi. Men qayerda? Endi o'lmagan o'xshayman. Xudo. Kiring. Keldinglarmi? O'tiringlar. Qandaq yepish topa oldinglarmi? Tapdiq. Biz mahaldagilardan ahvol egallasak, vaqa yuz bergan kechida tomdan bir so'ng ortilib tushib ketganini ko'rgan kishi bor ekan. Ya'ni vaqa yuz berishdan bir kun burun ziyonkashlik uchirg'uchi Oyjamolning yo'ldoshi mahallaga kelib, shuning bilan meni qo'yib o'tish. Kamay bo'ldi deyman. Ahvol mana mushundaq ekan. Tekshirish analizi va barmoq izidan qaraganda naq maydondan tepilgan pichoq va kiyakidagi barmoq izi ziyonkashlik uchirg'uchi Mo'min bilan yana bir noma'lum iz bo'lib chiqdi. Analizchi doktorning deyishicha, ziyonkashlik uchirg'uchi Oyjamolning oldi ming'i qismiga kiyaka qattiq urilgan. Ziyonkashlik uchirg'uchi Gulbarning qo'saq qismiga qotillik quroli bo'lgan o'tkir pichoq silingan. Oyjamol shu kuni kecha soat 1 atrofida o'ldirilgan. Gulbar kecha soat 3 atrofida o'ldirilgan. Mo'min bo'lsa kecha soat 3 bilan 4 atrofida ziyonkashlikka uchirgan. Birisining tomdan sakrgandagi oyoq izi va barmoq izi qotillik qurol bo'lgan pichoq va kiyakida noyat ro'shan qilib qolgan. Hozir hammadan gumonli kishi Oyjamolning yo'ldoshi. Gul. Boshliq, bo'shliq keldi. Yo'ldosh Mo'min. Oxiri o'shingizga keldingiz. Mening xuddim bolalarim. Beni ular nima ishlamadi. Siz oldi bilan obdan orom eling. Salomatlik hammadan muhim. Haras, Mo'min, shu kuni kechidagi ishlarni bizga aytib beralamsiz? O kuni men qaytib keldim. Keliblar masjidlikda qattiq uyquga ketibdiman. Bir vaqtda uyqum ichilib ketdi. Men usab ketib ayolimni uyg'otib suv akilib ber dedim. Biroq ayolimdan ovoz chiqmadi. Men ayolim tur desam turmadi. Men bu nima bo'lgandi deb o'rnimdan qopib dalan uyga kirib to'xni yondiray deyishimga birisi eshik tarafga mangandek qildi. Men uni tutib oldim. U qo'limni bo'shtamay qo'limning peyini kesdi. Ben uni putum bilan chaymak qurib siqib oldim. U bo'shinamay kanimga pichiqini tiqibdi.
Onundan keyin nim bo'lganini bilmayman. Shu chog'da soat necha bo'lgan edi? Mening bir xo'rozim bor edi. Har kuni degan 3 yerimlar bilan chillaydi. Men qo'rqqan vaqtda xo'roz chillab etibdik. O kishini toniy oldingizmi? Yo'q. Birasidan gumoningiz bormi? Yo'q. To'kni yondiranmag'ashqa ko'ramadim. Birasida o'ch adovatingiz bormi? Yo'q. Rahmat sizga. Siz obdan aram eling. Qandaq ish esangiz kelsa, bizga xabar qilsangiz bo'ladi. Bu mushu rayonda yuz bergan eng cho'ng qotillik delosi bo'lib hisoblanadi. Voqea yuz bergan naq maydonda Muyassar bilan Najimalar hayot qolgan. Bulardan paketga erishgili bo'lmadi. Chunki Najima tek kichik. U hech nimani deb beramadi. Muyassar bo'lsa voqelikni aniq ko'rgan yoki delo sodir bo'layotgan mezgildagi ovozlarni aniq anglagan. Doktorning deyishicha, u bek qo'rqib ketganligi uchun nervus ta'sirga uchrab, tili tutilib qolgan. Endi delo muloyisidan qaraganda ziyankash uchirg'uchi Oyjamalning yo'ldoshining qotil bo'lish ehtimolligi eng zo'r. Ikkinchi, naq maydondagi qotillik quroli kaka. Mana bu kaka yog'ochlikda ishlatilgan o'tkir saymat. Buning Qaysar bilan bog'lanishligi eng cho'ng. Bunda deyishimizga sabab Qaysar yog'ochlik bilan shug'ullandi. Uchinchi, bo'yli ishchi va tomning sirtidagi oyoq izi bir odamning oyoq izi ekan. Dehqonning deyishicha, tomdan sakrab tushgan odamning Qaysar bo'lishida gumon yo'q. Buyruq. Jinoyat gumondori Qaysarni chopsam tutib kelinglar. Sizlar meni nima ish tutibsizlar? Men o'g'il O'tiring. Isming nima? Qaysar. Familiyang? Botir. Necha girding? 28 ga. Madaniyat saviyang? To'liqsizni bitirgan. Kasbing? Yog'ochchi. Seni nima ish tutib kelganligimizni bilsan-ku deyman. Yo'q, bilmayman. Undaqda oldingi kuni, ya'ni 7-oyning 2-kuni kechda sen nega eding? Uyda. Uyda-da. Undaqda sen kech soat 12 da nega eding? Qo'shningizga. Sening qo'shni yezig bag'ning kim guvoh? Ishki shogirdi. Ishonmasanglar ulardan so'rab yiqinglar. Sizlar zodi nima demoqchi? O kuni kechda sen hech ish qilmadingmi? To'qildim xudoyim. Men sizlarga uyg'urcha so'zlayapman-ku. Ablah! Sen o'zingni qayerda deb chaqlab qolding? Bu degan soqchi idorasi, bilib qo'y. Siyosatdan qochib qutulamaysan. Qutulma. Yovashlik bilan ixro qilsang, kengchilikka erishsan. Bo'lmasa, Nimani xira qildikmi? Men pul topaman deb kechida mansabim bu qonun xilofmi? Xursandlik qilma. Demisamlar bular hech nimani bilmay deb qoldingmi? Bizni ishi yo'q. O'zing bilan mehmondochilik o'ynayotdi deb qoldingmi ya? Shundaq. Sizlar xohlagancha odam tutib, xalqning taqdiri bilan mehmondochilik o'ynayotgansizlar. Asli shu, tilimni kesvat. bu narsalarni taniydigan sen. Ondaqda bu narsalar kimdan? Qara baqa. Bu sizlar nima ish qiladi? O ablah, endi o'yidan chiqqanda. Eta!
7 ayning 2 kuni kech soat 1da yomonlab ketgan ayolingni uyiga nimaga bording? Rostingni ayta. Men? Astagfirullah. O kuni men shogirdlarim bilan qo'shni iziga borgan. Ozroq mangandan keyin kakamni unutib qolganim esim keldi. Shogirdlarimni ketaverishga buyurib, o'zim velosiped bilan uyga kelib, kakamni ep mangdim. Ayolimning uyi yo'l bo'yida bo'lg'ach, uningga xo'shligim kelib qoldi. Shuning bilan 2 kilo olma elib Acaba Kim o? men ishnocha. Buni Yo'q, ochmayman. Ketdim. Tez ketdim. appa xotin ishni oshqina. Men sayyohga o'rgan olmayib keldim. Olmangizni ib ketib o'zingiz yeng. Bugun qilgan askilkangizni unutib qolmadim. Men sendan ahvol so'rab keldim-ku xotin. Ishni oshqina olib beg'im. Buni Qil. xapama ha. Seni ko'gim kelib ketib, masjidga malang kelib jidal chiqarib sapdiman. Bundan keyin haraq degan nechasini hargiz og'zim qolmayman. Nima kakangizni ko'tarib keldingiz? Haras. Men qo'shningizdan ish olgan. Shek maqdim. Maqdigan chaqda bir ko'rvog'im keldi. Almagina? Aldamchi. Bundan keyin Abla, Mo'min kam kelib qopti. Tez bo'ling. Xo'shamsa, o'zingni asra, ha? Men Tez ketdim. bo'ling. Nimaga mızıldaysa acha darvoza bo'la. Kun bo'ldi-ku menga. Ximir turish peshonam Peter Baxtiyam degan shu-da. Voy. Voy, yana g'arq bo'libsiz-ku. Jin kirib darvozani. Hey, kimsen? To'xta! Mening kakam bilan pichig'im shu yerda qilib qolgan bo'lishi mumkin. Bo'lgan ahvol mana shu. Yaxshi. Hikoyani qaltis qamlashtirib o'qiding, ha? Sizlar gapimga ishonmagan o'xshamamsizlar. Bu narsalarni uyingda unutilib qolgan bo'lsang, kakang bilan pichig'ing o'zi odam o'ltiribdi-da, ha? Nima? Odam o'ltirgan? Nima deydigansizlar? Men zodi enig'imdanlar. Nim bo'ldi? Sen yana johillik qilib o'tabsan. Sen degan gumonli qotil. Menma? Men ömrümde çimelini öldürüp bakmaya dursam, adam öldürüptü men ma? Kim sizler şuna saydı? Kimni öldürüptü men? Bizning qo'limizda moddiy isbot to'liq. Qotillik qurolida sening barmoq izing bor ekan. 7-ayning 2-kuni kunduz soat 1lar atrofida sen ayolingni mahallasiga kelib, u yerda jidal chiqargan. Shu mahaldagilar seni ajratib olgandan keyin sen hammasini o'ltirib yetadiganligini aytgan. Shuning bilan shu kuni kech soat 1lar atrofida sen hammasini o'ltirib etding. Shundaqmi? Tuhmat! Yolg'on! Men adam öldürmedim. Sizler qandoq soqchi? Meni qo'yib yetinglar. Uni olib chiqib so'lab qo'yinglar. Men qotil emas. Sizlar ojizsizlar. Mana. Sen obdan dam ol, davolan. Men chiqib muyassarni ko'rib kelay. Dada, Gulbahor ishlari. Qonun doktorlari bugun atigan jasadni akab berdi. Tushdan keyin och-singil ikkisini yerligiga qo'yamiz. Saqchilar Ayjamalning erini qotil deb tonibdi. O'lganlar dunyo g'avg'osidan qutuldi. Sen salomatligingga diqqat qil.
men chiqib keray. Ma'qul. Dada. Canım kızım, oppoq kızım, sizga nima bo'ldi? Muyassar. Oh, canım kızım, canım balam. Canım balam, siz to'zansiz bir g'unchug'i. Baxt shumlarning qismati sizga nima deb yetgandi? Oh, canım balam. Xudoyim shifolik beray. Taqdirga nima iloj deysiz, canım kızım? Bo'ldi qizim, ko'nglingizni yerim qilmang. Hargiz ko'nglingizni yerim qilmang. Xudoyim shifolik beray, obdan qizim. Men uyga berib kelay qizim. Xo'sh, Xudoga omonat. Qadrdon dada, meni kechirgin. Men haqiqatan ozg'unladim va o'z-o'ziga zulm qiluvchilardan bo'lib qoldim. Men shaytonning kayniga kirib, zavolliqqa yuzlandim. Men Gulbahor bilan Oyjamolni o'ldirib etdim. Shu qonli qo'lim bilan o'z hayotimni oxirlashtirdim. Men o'lishdim burun. Sizga bu xatni yozdim dada. Dada, mendan rozi bo'ling. Kızım Muyassar sizga qoldi. Xayri xo'sh. Ozg'un o'g'lingizni. Xudo. Bu nima ish endi? Qaraganda bu yurak ajab ezildi-ku, Xudo. Ya Allah, pushtimdan qotilni opriydi qilibsan. Menga shu qotilning farzand ishqini sopsan. Meni shu qotilga ajr qildiribsan. Ya Allah, tavba qildim. Meni kechir. Mening gunohimni kechir. Biroq uning taqdirini mening qo'limga tutqizib qo'ygani nimasi? Endi men qanday qilaman? O'zing dona turib, mendek aqli kamtik bandani o'z bolasining taqdiriga qozi qilib qo'yganing nimasi? Endi nima qilg'aloq? Bu xatni kuydirib etsam, bola hayot qog'idi. Agar soqchiga topshirib bersam, u chog'da yo'q. Darhol kuydirib o'tay. Bo'lmasa yetlib o'tay. Tova. Men nima deyapman? Nimalarni yeyapman? Bir nohaq gunohsizning gunohsizlik isbotini yeyapman. Xudo, odam tabiatiga haqiqatan pixsiqlik singib ketgan ekan. Buni yeginim. Odam go'shtini yeginim bilan o'xshash emasmi? O begunohning ota-onasining yuragi qancha ezilgandi. Uyquliq tunlarni bola dardida kirib qoqmay o'tkazgandi. Qanchalik azoblangandi. Adolat uchun zihnimga bo'lsa-mu haq so'zlashim kerak. Qaysi bola haqqoni, insof, diyonatlik bo'lsa, shu mening bolam. Shundoqlarning hammasi mening bolalarim. Kimiki yomonlik qiladi ekan,
Vabalı özüge. Günahkar kişi çokum tegişlik cezasını tatış gerek. Şundak cezasını yiyiş gerek. Esselamu aleyküm. Va alaykum assalom. Teşrikmi? 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 Teşrikmi başlık? Qani, o'tiring. Sizlar edinglar, kelinglar. Mo'minjon. Sen qo'l elimda. Sizlar meni nima ish qilib tutsizlar? Sizlar jo'lyapsizlar. Men qotil emas. Ahmashom. Meni qo'yib ketinglar. Men qotil emas. Rost deyapman. Meni qo'yib ketinglar. Men qotil emas. Jibto. Men qotil emas dedim-ku. Qaysar, sizga uvol qilib qo'ydik. Bu bizning xizmatda astoydil bo'lmaganimizning sababi. Sizdan kechirim so'raymiz. Hech qisi yo'q. Men haqiqatning haq bo'lganligiga ishonatdim. Mening umidim qotilni qattiq bir taraf qilinglar. Xotirjam bo'ling. Qonun uningga hargiz ra'im qilmaydi. Shunda sizlarni aldirash. Yo'ldoshlar sizni uyingizga olib qo'ysin. Bo'ldi, men o'zim ketay. Xo'sh kelibsiz. Ma'qul, xo'sh. Xo'shamsan. Jinoyatchini olib kiringlar. Mana. Bo'l, o'tir. O'tir. Saqchi boshlig'i, bu qotil tutilgandan keyin endi meni tutib nima qilasizlar? Bu Ayta. Ayoling bilan qiyinsonlarni nima ishga o'tirsan? nima menma? Tova nima deydigansizlar? Bu mumkinmi? Men qandoqsiz o'zimning ayolim bilan qiyinsonimni o'tirgirakman. Sizlarmi bilasizlar? Qotil menimi o'tirish niyatida bo'lgan. Sizlar vaqtida meni qutuldirib olmagan bo'lsanglar, men o'lib ketgan bo'lardim. Mo'min. Sening ustingdan arxivni turg'izib bo'ldik. Sen odam o'ldirib bo'lgandan keyin o'zingni o'ldirib olmoqchi bo'lgan. Taliying o'ndan kelib, o'lim og'zidan qaytib kelding. Lekin bu qitim undaq bo'lmaydi. Boshliq, bu uning nima degani? Shumi gap bo'ldimi? Men Mo'min, sen rostli qotil emasmi? shundoq boshliq, men qotil emas. Men o'lib olmoqchi bo'lsam, o'zimni shundoq vahshiy o'ltirmanmi boshliq? Buni qara. Men o'qib beraymi? U nima? Ayta. Nemish odam o'tirding? Ayta. Meni shayton ozdiribdi. Boshliq, Qani so'zla. boshliq men ezibdiman. Menga bir chiqish yo'li bergan bo'lsanglar. Bu ishda sening ifodangga qaraymiz. Sen jinoiy qilmishingni to'liq topshirib, bizga maslash. Bo'ldi. Menga bir tamaki bergan bo'lsanglar. Rahmat. Endi so'zla. Qilmishingni so'zla.
O günü ben arakını köp içip koyup değil mi? Geç saat 12'de boğan çağ bolsa gerek. Böyle dervazını taka. Ay, kaçanma kalasızmı şu nici taraktın? Hazırçı, siz burunqı Mömin'ge pekatla okşamay kaldınız. Qayrim okşumaydı benim. Sen zaten nim demekçi? Men sizni çok pekatlı düşünemedim. Tova. Burun siz bunda kamasdınız. Hadi sıla dükkanğa baramen dep, uya bu yada oynap görüyorsunuz. Keşte muşunda faraq bop kelesiz. Ma turmuşqa nimi ketido, nim bolatıdo zadıl karınız yok. Koymuz erikten bu turmuştu. Boldu uxla. Tolu nervamni 80'ge çıkamay. Endi neri 80'ge çıkıptı tehi. Burunqı erim hecep yavaş kentik. Ya haraq kışmaydı ya tamak çekmeydi. Ağzını şundayma. Karamanın gepini. Küçüküm dep koysa huyunu çıkartam seni. Sen xotun kişi olgandan keyin tepmegeni yap, oltur şurada. Kaçanlı kap küçükte kapıda düşgen. Tek kara, burunqı yol dışığını man seyiştiratam sen. Yok kanca. O aklı yok. Konularının 10 xotunun bir tokuçilik aklı yok. Aklı olsa tokonu hacatxanda yendi poq degeni has ketganda. Bunudaki ben sana da kuyay. Konu erini gepele meni aldımda sikici kırıcı baba. Makul su ekmek. Kopa değme. Bahar kopya dağıtım sana. Tüy oradan. Kopya dağıtım ha. Bahar. Kopya gözünü aç. Kopya. Bahar. Gözünü aç Bahar. Gözünü aç Bahar. Açam nim boldum. Tegine açamda nim kaldım. Açamda nim kaldım. Ben hiç çıkamadım. Sen açamda öldürüyorsun. Ya ben düşendirem. Ben kasten kımadım. Bayağı açığım gelip kolum kattık tekketten okşaydı şu. Ben kasten kımadım. Sen degan adam öldürgen katil. Ayolunu öldürgen katil. Ben seni sakçığı ma'lum kılaman. Yak onda kılmam. Benim kepim kulak silin. Kepimge kulak silin Aycama. Yok, ben katilin gepini anlamayman. Aycama. Ben özümni sakçığı ma'lum kılay. Ben sakçığı baray. Ben özümni ma'lum kılay bolamdı. Siz birden telişmeyip durun. Ben bir tamakçık olay. Açam. Nege barırsan? Mana bu neçe vaqtdan beri tapqan pulim 45 ming uya. Buni sizga beray, eling. Mana bu ochingizning to'y qilishdan burun qiziqqan 12 ming yuan puli. Haras. Bu yilqi 25 ming mo'yaning paxtasini siz yig'iling. Nim qilay deysan? Men eshak bormayman. Men o'zimni saqchiga ma'lum qilaman. Yo'q. Bidirlamaydir. Bo'lmasa vaqt qilayman. Saqchiq o'zim ma'lum
Nima? Bana ishonmamsiz? Sana işengen acamның hali әне. Aycama, siz to'xtab turing. Avval meni gapimni anglang. Bo'g'liq bo'ldi. Endi meni saqchiq tutib bersangiz, tasodifiy o'lim voqeasi deb meni necha yil kesidi. Men yana chiqaman. O'ylab beqim. Bu ishni davran qilmay, at chiroyli gapni ishlarini tugatayli bo'ladimi? Nima? Bu o'limsizga yap bo'lgani bilan bu degan mening qayrindishim. Bu mening acam nima deb o'ylayapsiz? Yo'q. Yo'q, Ayjamal undaq dema. Mening bilakchi bo'g'inim. Mening bu shunday bo'lishi xohlaydi demsiz. Bopda, qulog'ingizni dang tutib anglang. Men acamning o'ligini sotmayman. Taqdir shunday o'xshaydi. Bechora acam turmushning xo'lig'ini ko'rmay dunyodan xo'shlashdi. Bu pulingizni o'zingiz ilang. Men faqat acamning pulini olaman. Bu pul bilan Najimani o'qitaman. Yo'q, Ayjamal. Najimani men o'zim o'qitaman. Yo'q. Siz bilan bizni tuqqan qilib bog'lab turgan acamni o'ldirdingiz. Endi bizga yot. Necha vaqtdan beri cho'ttirlikni qilgan ayolga bu kunni ko'rsatgan odam ig'ir tushirgan o'gay qizga albatta ishdan kunini ko'z tutdi. Mana ishining. Najimani Gulbaharni ko'rgan ko'zda ko'rib boqaman. Yo'q. Sizning osh ko'zingiz Najimani acamni mushodir ko'rsatganida ko'z tiqishidan qo'rqaman. Ma'qul. Siz nima desangiz mayli. Sap ketdi. Eling bu pulingizni. Darsima? Shundaq. Acamni yo'lshi o'ltiribdi. Tez kelib uni tutinglar. Yo'q. U hozir uxlayotdi. Tezroq bo'linglar. Shundaq. Adam öldürmeden beni koymadınlar. Beni koymadınlar devletine. Ya beni koymadınlar. Ya. Sen adam öldürdün. Bunu bıraktılar. Bunu alırlar. Ya.
qolsa, menga xotirjamlik yo'q. Shundoq. Melon! Sen sağlıklı mıyım kaldın? Seni sakçığı melon kılıp kızın demeydiğine bulsam. Gülbar git. Gülbar. Gidin ne oldu onda kılma Gülbar. Gülbar. Gülbar işini açtım atı ben. Gülbar. İşini aç. Gülbar onda kılma gidin ne oldu. Gülbar. Gülbar onda kılma. Gidin Allah sakçı məlum kılma bulamdı. Yok. Ben senin gibi ağlamdım. Sen de gerçek katil. Senden bizar buldum. Sakçı məlum kılmadan bulamdı. Senden bağır bulandı. Senden ver bulandı. Sana neymiş gibi tekkendim ben. Yok al. Katil. Yok al. Sen bile... Katil şundan. Katil. Bana. Sen melon. Necime! Necime! Müyesser! Kirisine! Necime!
Endi ölürsen de kıvaçı. Ben adam öldürgen katil. Ben adam öldürgen katil. Ben endi kimni öldürme? Kimni öldürme? Öldürdüğün adam bulmasa ben özemni öldüremdim. Özemni! Dur. Ben özemni öldüreyim. Özemni öldürü olay. Özemni! Tok. Do'zaxda o'qiyadi. O'choqqa. Men o'lmabdiman. Rost men o'lmabdiman. Mana bu eshak. Mana bu supa. Pichoq. Men o'lmabdiman. Müyesser. Müyesser kızım. Müyesser. Mansube. Kızım. Müyesser. Müyesser. Mansube gel. Ula. Kızım. Ula kızım. Ula. Rahmet kızım. Çapınızın yancıklı xətbə.
Başlık. Ben adam emez. Ne olur çıkış yolu ben sana başlık. Ben adam emez. Senin üstünden sot hüküm çıkırdı. Başlık. Ben kızımla bir görüp alsam. Başlık. Senin yine kandak gap sözlerin var. Digine. Benim kaydığa. Hiç kandak yapım yok. Benim kaydıkını. Fakat beni geçirmezse Allah. Ben şundak diyeleyme. Atam demetlik atlanıp beni geçirişini, anam demetlik mehri illik anılanıp beni geçirişini, demiş aki inilenip mendek azgın bulup kalmaslıkını ümit kılına. İnsani vefadın yüzüyorum. Keyif sapağı birilip edep, ahlak, gurur vicdanını depsende kılıp kadir kıymetini, adimilikini yok etmezler ümit kılım. Hayat bir kilidir. Ölüm bir kilidir. İnsanlarını kandırırlar. Öz oğlanı tonurlar. Mendek özünü tanımayan hayvan siyahtı. Bana boşundan şirkiniş paciye kim çıkıldı? Dua bilen er köküler, su bilen yer. Kadirden atıla perzentillahı dua veriyorlar. İmihri illik güyümcan anıla terzent behtine kul götürüyorlar. Akinilerim, mendek herkes az kullanıyorlar benim kanmalılar. Sen günahını tanıdın. Hem bir sottan hükümünü köt. Hep çıkıp solap koyun la. Ma. Javobgar mo'min qonunni ko'zga ilmay qasddan odam o'ldirganligi uchun davlatimizning jinoiy ishlar qonuni bo'yicha sud mahkamasi sud qilib qarab chiqib mo'minning bu vahshiylarcha qilmishiga o'lim jazosi berdi. Biroq ziyonkashlikka uchrag'uchi Kamolning jasadi tepilmag'ach bu yanala sirp etib qelaverdi.
ko'p har qism balo siyoqi odam yuragi qaro qilmay otini qarzini ado dardingda ona yuragi yara qilmishingdin hicil bul bala qilmishingdin hicil bul bala Kara yürek niyeti alan Tukkan senin imiş ana Oldum hemmege tügümez balan Hun yaş tüküm salı sen caza Oldum hemmege tügümez bana Kılmışımdın hıcıl bul bala Seni sınakka Xuda Özüm bilmey oynadım bazar Koygan seni sınakka Xuda Özüm bilmey oynadım bazar Ölüp bugün oldum Ölüp bugün buldum bu maza Mihribanım tutkuzup baza Mihribanım tutuzup baza Kabran beşiğa keldim ana Mihribanım tutkuzup azap Kabran ışığa